Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Ro'zai Ramazon oylarida sizlar bilan shunday chiroyli kunlarda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yaqin kunlarda YouTube ijtimoiy tarmog'ida Quvondiq Otajonov sahifasi paydo bo'ldi. Bu sahifada albatta hofizimiz o'zining ijod namunalari, ijodidan videolar qo'yib joylanib borildi va bu kuzatuvchilarga manzur keldi. Agar videoni ko'radigan bo'lsak, videoni teyinda izohlarda, kommentariyalarda ko'pchilik yozib turibdi, kim bu odam? Nereden chiqdi? Biza nochin tanimaganmiz. Albatta taniganlar ham ko'pchiligi yaxshi niyatlarini, tilaklarini yozib turibdi, lekin ko'pchilik hali bilmaydi ekan Quvondiq Otajonov kim bu. Biza e'tirof etgan vaqtimizda Quvondiq Otajonov nomini biza serqirra ijodkor deb qo'shib har doim e'tirof etamiz xizmatlarda, boshqa yerda. Endi serqirra so'zina bir kichkina izoh berib o'tadigan bo'lsak, serqirra so'zi bu ko'p qirrali, ko'p salohiyatli degan ma'nolarni bildiradi o'zbek tilida. Biza aynan Quvondiq Otajonovni serqirra deb e'tirof etishimiz ham sabablari bor. Chunki bu insonni, bu ijodkorni biza e'tirof etgan vaqtimizda ham xonanda, ham sozanda, ham bastakor, ham shoir deb serqirra ijodkor deb e'tirof etamiz. Quvondiq og'a deymizmi endi xorazmcha bo'laversin buni? Yaxshimisiz? So'rashib olasiz kuzatuvchilar bilan. Avvalam assalomu alaykum. Bizani kuzatib turgan aziz muxlislar, aziz eldoshlar, aziz kuzatuvchilar, hammangizni Ro'zai Ramazon oyi bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim shu oyni savobi samaralarini Alloh taolam hammamizga taqdim qilsin. Savoblardan bahramand qilsin. Demak, bilmaganlar uchun, tanimaganlar uchun Quvondiq Otajonov ijodkorimiz, hofizimiz Xorazm viloyati Yangibozor tumanida yashaydi, shu yerda ijod qiladi, istiqomat qiladilar. Endi ustozlar temasini to'xtalsak, shu san'atga kirib kelishda, masalan, san'atda bu do notasi deb o'rgatgan, sizni ustoz deb tan oladigan insonlaringiz bormi? Ustozlarimga keladigan bo'lsa, juda ko'p ustozlarim. Nima uchun hammasini bir barmoq bilan sanab o'tadigan bo'lsam, birisini aytsam birisi xafa bo'ladi-da. Vaqt yetmay qoladi shu. Lekin shular arasidan bir dona tan oladigan birisi bo'ladi baribir. Ajralib turadigan masalan. Mehringiz tushganmi? Yo siz ham mehr tushganmi? San'atga qiziqtirgan, san'atga shu tashnaligimni sezgan inson eng birinchi otam. Qolaversa og'am bor, Javlonbek Otajonov, mana ko'pchilik ijodkorlar, xalqimiz taniydi. Ko'p she'rlar yozgan, o'zini hit she'rlari bilan, muzikalar bilan xalqqa tanilgan og'am Javlonbek Otajonov. Shu inson sababchi, otam, qolgan ustozlarimiz mana katta buyuk ustozlarimizdan Ortiq Otajonov ustozimiz duolarini olganmiz. Azamat Otajonov ustozim, uni duolarini olganmiz. Ko'p ustozlarimiz duolarini olganmiz. Sizni sohalarga bo'lib chiqsak, masalan, hozir ustozlarim ko'p deb turibsiz-ku. Chunki xonanda yo'nalishida ustozingiz bor, sizni. Sozanda yo'nalishida ustozlaringiz bor. Keyin aranjirovka yo'nalishida ustozlaringiz bor. Shoirona, yozuvchilik yo'nalishidagi ustozingiz menimcha Javlon ham bo'lsa kerak, to'g'rimi? Og'am shu shoirchilik bo'yicha endi shu og'amdan andoza olganman. Shuni havas qilganman, ijodlarini kuzataman, so'rayman, maslahatlashaman. Shu adabiy tomonlama, ilmiy tomonlamadan bilimlari yaxshi, shu maslahati bir narsa, masalan, bir she'r yozadigan bo'lsam ham, albatta shu og'amni xudsovetidan o'tadi. Muharrir sifatida ko'rib beradilar, beradi. Shu tanilmasa ashula bo'lmaydi u. Quvondiq Otajonov bilamiz, qo'shiqlarindagi so'zlarini, she'rlarini o'zi yozadi. Qo'shiqni ham o'zi bastalaydi, to'g'rimi? Aranjirovkasi ham, boshqasi ham hammasi o'zida komplekt. Xo'p, Quvondiqqa ijodda nechta yangiliklar bo'lib turibdi hozir? Hozir ijodda zo'r yangiliklar bo'lib turibdi. Yaqinda yana otamning jonini asragil xudo degan narsa qo'shig'imizga klip yozdik. Klassika bu, to'g'rimi? Lirikada. Xudo xolasa tez kunlarda taqdim etamiz. Hozir jonli ijroda, akapella yo'nalishida bo'lsam, eshitib bilamiz bu narsa. O'zingizni so'zingiz, o'zingizni musiqangiz, musiqa eshitish imkoniyati bormi edi? Musiqa eshitsam imkoniyati bordan endi og'zaki aytib beraman.
Bu qo'shiqni she'rini ham o'zim yozganman. 3 yil deganda yozganman shuni. 3 yil. Ha. Nechun buncha ko'p? Bu she'rni yaralishiga o'zi 5 yil bo'ldi-da. 3 yilda she'r yozildi, 1 yilda aranjirovkasi ishlandi. Nimaga deganda otam uchun yozilgan. Shunda yengil-yelpi narsalarni otamga ravo ko'rmaganim uchun, shunday zo'r bo'lishini Zo'r istaganim uchun so'zlarni topib, bir kupleti 1 yilda yozilgan, o'ylanib yuravergan. Shuni yozsam chiqaradigan. Ish qilib Otangiz bilan bo'lgan har bir ta'sirli holatlardan kelib chiqib bir qator yozilib. Va, shu masalan shunday bo'lganda, masalan, boshlanishi otamni menga eng birinchi qilib qo'ygan yaxshiliklari bu men uchun dunyodagi eng mehribon onani tanlaganliklaridadir dedi. Bu narsa haqiqatda bu, Haqiqat. Ona yaxshi bo'lsa, otani yutug'i farzandlardan yutug'i. Aytadilar-ku, shuning uchun ham sen dedi, o'zingga dedi, ayol dedi, turmush o'rtoq axtarma dedi, farzandiga ona axtar dedi. Shu o'rinda Solih aka mutqon ekanda, shunday. Shunday bo'lgan. Men uchun suyangan tog' bo'lib kelgan, och qolsam mevali bog' bo'lib kelgan. Dardini yashirib sog' bo'lib kelgan otamni jonini asragil Xudo. Eshitali. Bevaqt bu dunyodan qilmagil judo. She'ri nimasini she'ri shunday akapella aytman. Men uchun suyangan tog' bo'lib kelgan, och qolsam mevali bog' bo'lib kelgan. Dardini yashirib sog' bo'lib kelgan. Dardini yashirib sog' bo'lib kelgan otamni jonini asragil Xudo. Bevaqt bu dunyodan qilmagil judo. Otamni jonini asragil Xudo. Bevaqt bu dunyodan qilmagil judo. Yashang. Otalarimiz, onalarimiz baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deymiz va davom ettiramiz shuda. Qo'nqa bilamiz shu oxirgi yangiliklardan, ijodingizda bo'lib turgan yangiliklardan Soxta odamlar degan qo'shiqimiz bor. Buni ham o'zingiz yozdingiz, to'g'rimi? Ha, o'zim yozganman. Nima uchun bunday mavzuda qo'shiq yozgansiz? Nima sabab bo'lgan bunday aynan Soxta odamlar deb nomlanishini bu qo'shiqni? Ya soxtalar shu daraja ko'payib ketdimi? Bu savolni dum ko'p odam berdimi? Nima uchun soxta odam deb yozdingiz? Ya shuncha yillim sizni tushirgan bilar, soxta odamlar, soxta do'stlaringiz bormi? Shunday nelar bo'lganda, endi bu soxtachilik nima desa bo'ladi? Bu o'zi bir odamning tabiatini yuqtirilgan desa bo'ladimi? Bu shundayroq desam bo'ladi. Ya odam tamoman havo olmoni tishlab jannatdan quvilgandan keyin bu yanında bov narsa. Dejaysiz. Ava odamning tabiatini yuqtirilgan narsa o'zlarimizdan bo'lishi mumkin, lekin iloji bo'yicha samimiy bo'lishga harakat qilish kerak, soxta bo'lmaslik kerak. Hozir zamonda dim ko'payib ketgan deb o'ylayman. Haqiqatda ko'paydi. Chunki hozir soxtachilik bu nodon deb o'ylaysiz. Bu soxtachilik masalan, odamlar shu daraja yuzaki, salohiyat darajadan masalan saviyasi pasayib ketdi. Shunam ta'siri bor-ku baribir. Endi u narsalarni muhokama qilish men emasdan baribir muhokama qilish qaysi ijodkor temasida. Masalan, siz o'zingizni munosabatingizni bildirishingiz mumkin bu narsaga. Hayotimda shu soxta odamlar ko'p uchraganligi uchun do'stlarim hayotimda o'zi atrof muhitda shunday soxtalarni ko'p uchratganligim shu she'rni yozishimga turtki bo'lganda. Shundan kelib chiqqan holda yozilgan bu soxta. Soxta odamlar. Tulki kabi soxta ayyor soxta odamlar, har narsaga tayyor soxta odamlar. O'zining shaxsiy manfaati yo'llanadi, Bir pent yedim, qo'y endi ishonmasman degan yerim bor. Buni eshitgan odam vaqtda shuni kuygan bu quvondiq deydi-da, Qo'shiqni tagida kommentariyalar ketib turibdi yozilib, men uchun yozilgan ekan. Hopis qayerdan bilibdi? Yo'q, men uchun yozilgan, hamma joy men uchun bo'lib ketibdi. Demak, faqat siz emas, har bir odam atrofimda bor bunday odamlar. To'g'rimi? Soxta odamlar masalan, kimdir shundan jabr ko'rgan, kimdir aldangan, to'g'rimi?
Hozir haqiqatda bugungi kunda odamlar o'zini masalan shaxsiy manfaati, boylik orttiraman, mol dunyo to'playman deb mehr oqibat yo'qolib borayotir. Masalan, shu narsalar shu qo'shiqda mujassam bo'lgan, ko'rsatib berilgan, ochib berilgan, to'g'rimi? Shu bir chiqarmasammi deb ham bir o'ylanib ko'rdim bu she'rni yozib bo'lib. Buni nima uchun xalqqa taqdim qilishim kerak dedim. Dur dedim. Ota-bobomizdan qolgan gap bor, gap egasini topadi degan gap bor. Shuni o'yladimdan bosdim. Chunki ijodkorni nomus qiladi. Shu ijod etgan, qo'shig'i yaratgan masalan repertuarimdagi ijod namunalari qoladi. Qarang, Qondiqa. Demak, sizni ijodiy faoliyatingizni kelgusida deymiz. Endi yaqin kelajakda sizni kuzatuvchilaringizni, muxlislaringizni nechik ijodiy yangiliklar kutib turibdi? Ijodiy yangiliklarimiz ko'p, xudo xolasa, bir chetdan tayyor qilib borayotirmiz. Syomkalarni ham yozib, xalqimizga taqdim qilamiz tez, xudo xolasa. Shuni harakatindamiz. Ijodiy harakatlarda, ijodiy izlanishlarda yuribmiz hozirgi kunlarda. Bizlardan yangi xudo xolasa bundanda yaxshi, bundanda ibratli ashulalarni kutib qolishlarini kutilmoqdash qilib xalqimizga. Demak, Qondiq Otajonov kim degan savollara, bu qanday ijodkor degan savollara qisqacha ixchomlayotib, xalqchilatib javob berisha, donishtirisha, qirralarini ochisha, lekin hali bu aytib o'tganimiz hammasimiz bu xamir uchundan patir. Hozir intervyuda keltirilgan ma'lumotlar boshqasi hali xudo xolasa bundan ham kengroq miqyosda, keng qamrovli masalan so'z suhbatlar bilan bir intervyu qilamiz, xudo xolasa. Hozircha qisqa va lo'nda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayrlashib qo'yasiz kuzatuvchilar bilan. Muxlislarimizga, xalqimizga, yurtimizga avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bizlardan yana zo'r yaxshi ijodlarni kutib qolasizlar, xudo xolasa. Sizlar uchun, xalqimiz uchun ijoddamiz, salomat bo'lasizlar. Demak, aziz yurtdoshlar, yaxshi kunlarda, sihat salomatlikda ko'rishguncha salomat bo'linglar deymiz va Qondiq Otajonov yana shu kanalida eng yaxshi, eng sara lirik yo'nalishidagi, qolaversa estrada yo'nalishidagi qo'shiqlarni kuzatib, ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Tinchlikda, sihat salomatlikda, to'ylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.